aka ham demak Sayxunobodlik menimcha. Ha, Sayxunoboddamiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Shahzod, sizniki? Komiljon. Komiljon aka, birinchi $1000 necha yoshingizda topgansiz? 22 yosh. 22 yoshingizda $1000 topgansiz. Ha. Agar hozir siz 18 yoshga qaytib qolsangiz, nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Birinchi направление sohamni o'zgartirgan bo'lardim. O'zi qaysi sohada Men shug'ullanasiz? soham o'zi biz logistika kompaniyasi bilan shug'ullanamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida biz logistika kompaniyamiz bor. Fura zaниматься qilamiz. Xo'p, O'zbekistonda ko'p odamlar hozir O'zbekistonda pul topish juda ham qiyin deydi. Bu ne fikringiz qanday? Yo'q. Bu o'zi asosan farqi yo'q. Qaysi davlatda bo'lishdan, qaysi yoshi bo'lishdan. Bu samgramning kalini ishlatishga bog'liq. Lekin mukammal bo'lish uchun bari vaqt talab qiladi. Ustoz bo'lish kerak. Avvalambor, Aka, siz sohangizga endigina qadam qo'yayotgan yoshlarga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lasiz? yoshlarga asosan ingliz tili, rus tili, IT sohasi bor. Bu sohani bilasiz. Birgalikda olib ketsangiz, siz tez natijaga erishasiz. Faqat o'qish, izlanish. Asosiy o'qishni talab qiladi. Yoshlarimizga asosan Sirdaryo, Sayxunobod tumanida katta qurilishlar qilyapmiz, yaqinda qilamiz. Uchebniy sentrlar, ichida hamma narsa bo'ladi. Kompleks bo'ladi, ichida hamma narsa kiradi. Sartaroshxonalar, o'sha dizayner bo'yicha bloger sohasini ham ochish niyatimiz bor. Guliston shahrida zo'r bolalarni olib boramiz, ularga направление ko'rsatib beradi. O'sha Sayxunobodimiz yoshlarni deyarli 50% Aka, katta rahmat asosiy sizga. o'qish